Bo'ldi, hozir aytaveraman, aka, bir minut. Bolalar, 8 kishiga osh suzdiryapman. 7 kishiga suzur. Nima 7 kishiga? Shahriyor kelmadi-yu. Tushunmadim. Yana kelmadimi u? Oldingi safar ham kelmagan u. Bundan keyin ham kelmasa kerak. Yo, o'zi kimdir telefon qilib xabar oldimi? Nimaga kelmayotgan ekan? Ha, men telefon qildim. Xo'sh, Javob bermadi, qaytib ham qilmadi. Nima qilish kerak? Qilmaydi ham u. Telefon qilma kerak emas. O'zi chopish kerak u bolani. chopib urish kerak o'zi. Xo'sh, nimaga bormayapsan endi shunaqa qilib choyxonaga? Qo'ynimga hech narsa sig'mayapti. Nima? Aytsam ishonmaysan. Hatto bolamga taylik olishga ham pulim yo'q. Sendan birov pul so'rayaptimi, tushunmayapman. Choyxonaga kelsang shuncha bola bor. O'rtada yoyma qilib to'laveramiz. Nima muammo? Bir safar sen to'lirsan, ikkinchi safar boshqasi. Kimgadir yuk bo'lish xohlamaymi, o'rta? O'zichi? Bizda ham ayb bor. Sendan xabar olmay qo'ydik. Choyxonada o'tirib g'iybat qilishni bilamiz. Xafa bo'lmaysan endi. Men hech kimdan xafa bo'lmaydigan bo'lganman. To'g'ri qilasan. Lekin men sendan qattiq xafa bo'ldim. Nima? Nima meni o'ldi degan xabar keldimi? Nimaga unaqa deyapsan? Farhoddan qarzing bor ekan, eshitdim. Ana magazindan ham qarzga narsa olgan ekansan. Daftar to'lib ketibdi. Eng qizig'i shuncha narsani men sendan emas, begona odamdan eshitdim. Shunga xafaman, o'rtoq. Endi hech kimdan qarzmassan. To'lab qo'ydim. Lekin baribir sendan xafaman. Ko'rishamiz. Badriddin? Badriddin? O'rtoq? Nima unaqa qolsa? Bu bolalaringga taglik. O'zim ham bolalarimga shunday ishlataman. Shu. Bu bo'lsa ro'zg'orlik. Buni ishlatib turasan. Nima unaqa qolsan, o'rtoq? Nima gaping senda-yu? Cho'ntaging bo'shab qolganida uni to'ldirib qo'yadigan do'stingni esingdan chiqarma degansan. Men o'rtoq. Bilaman, oyligingga